va nihoyat originalni ko'rsataman. Tadan! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obidjon Inag'omov aziz do'stlar, aynan mana shu Gogik obrazini o'ynagan akamiz. Obidjon aka o'zgaribsiz lekin. Endi vaqtga ham o'zgaradi. Necha yosh edingiz aka o'shanda? 23 yosh edim. 23 yosh. Endi ozgina gapirib bering bu serialga kelib qolishingizni. Men 98-yilda institutga o'tdim, madaniyat instituti. Gangida rasmiy restoranga kirganda, "Voy shunaqami? Ha, mayli." Lekin ba'zi bir insonlar Ikkita soham bor dedingiz. Bittasi madaniyat sohasi va bugun turizm sohasi. Turizm sohasi demak ko'proq ustun kelib, hozir shu sohada ishlayapsiz. O'zi yoshlikdan turizm bo'yicha ketganman-da. Ha. Endi Obidjon aka, agar mana oradan yillar o'tdi, agar hozir kinolarga taklif qilishsa, rol o'ynaysizmi? Endi agar jiddiy rollar bo'lsa o'ynayman, nimaga yo'q. Menimcha rejissyorlar uchun yaxshi bir topilma, yaxshi bir tipaj. Mana shunaqa Obidjon Inag'omov qadrli do'stlar va nihoyat bu insonni ham topdik. Aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar.